Do'kondan tushunka olayotganda ichida nima borligi haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Bozorda tushunkalar ko'p, lekin ko'pchilik mahsulotlarning tarkibi noma'lum. Go'shti qancha, sifati qanaqa, xaridor bilmaydi. Bugun sizlarga O'zbekistondagi eng ishonchli, sifatli va halol bo'lgan Darvostoka tushunka ishlab chiqarish jarayonlarini ko'rsatib beramiz. Ishlab chiqarish seximiz mana shu yer. Nechta odam ishlaydi? 10 ta odam. Bu yerda bizda ishlab chiqarishimizda 10 ta odam ishlaydi. Azbek aka, tushunka tayyorlanish jarayoni birinchi nimadan boshlanadi? Hop, tayyorlanishi birinchisi go'sht kelishidan boshlanadi. Qanaqa go'sht ishlatasiz? Mol go'shti, bizani mahalliy go'sht ishlatamiz, faqat mahalliy go'sht. Ha, buni bir ko'p marta urg'u berib aytganmiz bu narsani. Mahalliy go'sht keladi. Bir kun oldin, mana bugun ishlab chiqarish bo'layotgan bo'lsa, bir kun oldin qabul qilib olamiz, tekshirib olamiz va shu kuni ularni har bittasini qo'ldan o'tkazib, to'g'rab, mahsulotga ishlatishga yaramaydigan joylarini olib tashlab, yaxshi joylarini mahsulotga solinadigan qilib ajratib olinadi va tayyorgarlik qilib olinadi. Bir kun oldin ishlatadigan, ishlab chiqarishda ishlatadigan bankalar yuviladi, ichiga lavrovый list, murishlar solinadi. Tayyorgarlik jarayoni to'la to'kis qilib olinadi. Mana bugun endi ishlab chiqarish kunimiz. Mana kelganda go'shtimiz, yog'imiz shu idishlarda turadi, shu yerdan olib o'zini qancha misol bir tayyorlaganda qancha go'sht, qancha yog', qancha piyoz, tuzi hammasi mo'ljali olingan, o'zini retsept deyiladi-da. Retsepti hammasi mo'ljali bor. Shunga qarab kerakli miqdorda go'shti, yog'i, piyozi, hamma narsasini, jelatini, suvi, hamma narsasi solinadi va keyingi jarayon u aralashgandan keyin, qorishma tayyor bo'lgandan keyin keyingi jarayonga o'tiladi. Ya'ni keyingi jarayon bu bankalarga solish. Shu biz ishlab chiqarganda tushunkani 3 xil ko'rinishda chiqaramiz. Shisha bankada 400 grammlik bankamiz bor, shisha bankaning 300 grammligi bor va temir bankada. Mana bir ishlab chiqarganda o'sha tayyorlangan qorishma har xil bankalarga solinib tayyorlanadi. Mana Sizda faqat mol go'shtimi yo qo'y go'shti ham bormi? Yo'q, qo'y go'shti yo'q. Bizda qo'y go'shtiga sal talab kamroq bo'lgani uchun biz ko'proq mol go'shti ishlatamiz. Shu 3 xil ko'rinishda qilib ishlab chiqaramiz. Keyingi qadoqlash jarayonimiz qadoqlash, ya'ni o'sha qopqog'ini, krishkasini yopish jarayoni va yopilgandan keyin mana keyingi jarayon bu setka deyiladi. Endi o'zini ishlab chiqarish terminida shu setkaga mana shu ko'rayotgan tarzlarda taxlanib, keyingi bosqich, bu oxirgi bosqich, ikkita setka tayyor bo'lgandan keyin avtoklavga tushirib, o'tda keyin shu 4 soat davomida pishish jarayoni ketadi. Mana bu stanok qanaqa stanok? Xo'p, bu jelatin qozon hisoblanadi. Bu yerda bizda shu tushunkaga solinadigan jelatinni, ya'ni uni qovushqoqligini. Shu hammamiz bilamiz, shu xolodeskga o'xshab qovushqoq bo'ladi tushunkaning ko'rinishi. Shu qovushqoqlikni berish uchun jelatin solinadi. O'zi retseptida bor bu narsa. Shu narsani mana shu qozonda tayyorlab olamiz. Azbek aka, mana shu tushunka biznesiga necha pul tikasiz? Biz uchun o'sha payt boshlayotganimizda katta pul hisoblangan. 30 ming dollar bilan ish boshlaganmiz. Demak, 2019-yilda 30 ming dollardan ish boshlagansiz. 2019-yilda shunday qilib 30 ming dollar bilan ish boshlaganmiz. Sir bo'lmasa bir oyda necha kilo go'shtni tushunka holatiga keltirib tarqatasizlar? Hozirgi kunda biz ishlab chiqarish hajmimiz taxminan shu 2,5-3 tonna atrofida bo'lyapti. Albatta bu juda unaqa katta, nima deydi, hajmlar emas. Bizning hajmlarimiz ancha 3-4 barobar ko'proq chiqarish imkoniyatimiz bor, taxminan bir 7, 8, 10 tonnagacha. Hozir mana taxminan shu 3 tonna atrofida chiqaryapmiz. Qaysi viloyatlarda sizni mahsulot topsa bo'ladi? Endi topsa bo'ladi deganda, sistematik tarzda ishlayotgan hozir ikkita viloyatimiz bor. Bu Andijon viloyati va Namangan viloyati. Mahsulotimiz respublikamizning ko'p viloyatlaridan topsa bo'ladi. Toshkentdagi ulgurji bozorlar orqali viloyatlarga tarqalyapti. Etiketkamizda ko'rsatilgan telefonlar orqali har xil viloyatlardan telefonlar bo'ladi, murojaatlar bo'ladi. Shu orqali bilamiz, Qoraqalpoq viloyatidan uzoq joylashgan yoki Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatlaridan, Vodiydan telefonlar bo'lib turadi. Shu orqali bilamiz mahsulotimiz yetib borganini. Lekin to'g'ridan to'g'ri ishlayotgan ikkita viloyatdan ishlaymiz. Azbek aka, birinchi ishlab chiqarganingizda nechta sotgansiz? Birinchi ishlab chiqarganimiz shu adashmasam 500 ta banka bo'lgan. 500 ta banka bitta ishlab chiqarishda chiqarganmiz. Birinchi sotganim, birinchi odam olgani ishonch bildirib 50 ta banka
50 dona sotgan. 50 ta dona berib ko'rchi deb aytganlar. Shu bilan keyin qarasalar sifatida o'zligi ochib, mazasini ko'rib, yeb ko'rishgan. Undan keyin ulanib ketgan. Endi hozir bir olganda 1000 ta, 2000 ta oladigan mijozlarimiz ham kam emas. Tushonka biznesini nima minuslari bor? Minuslari yo'q, unaqa minusi bor deb aytish qiyin. Har qanaqa biznesni to'g'ri yondashilsa, sifatiga, hammasiga qaralsa, menimcha minusi bor deb biznes menimcha bo'lmasa kerak. Darvostokada umumiy hisobda necha xil mahsulot chiqadi? Hozirgi kunda Darvostoka nomi bilan 7 xil mahsulot bor. Endi bankadagi grammaji bo'yicha agar taqsimlasa 10 xil. Ya'ni bitta mahsulotni o'zi mana ekranni oladigan bo'lsak 400 grammlik ko'rinishda bor, 1 litrlikda bor, tushonkamiz 400 grammlikda va 300 grammlikda bor. Shularni hisoblaganda 10 xil SKU deyiladi, lekin mahsulot turini oladigan bo'lsak 7 xil. Ya'ni ular mol go'shti, Mol go'shtidan tushonka, tovuq go'shtidan tushonka, mol tilidan tushonka, tomat pastasi, keyin ikra, sabzavot ikrasi, adjika, kabachkovый ikra. Kabachka. Azbek aka, faoliyatimiz davomida guvohi bo'ldim o'zim. Ko'p tushonka biznesini yoritib beraylik, syomka qilaylik desam ruxsat berishmaydi, ulashmaydi. Mayli, lekin ichkarini ko'rsatmaymiz deyshadi. Sizga rahmat, bemalol ishlab chiqarishgacha ko'rsatdingiz. Azbek aka, bu tushonkani yaroqli muddati qancha? Tushonkamizning yaroqli muddati 3 yil. 3 yilgacha. 3 yilga olganmiz. Ikrayu tushonka hammasi. Hamma mahsulotlarimizning yaroqli muddati 3 yil. Sertifikati Bor, hammasini sertifikati bor. Bizda odamlarda tushuncha borki, chet el mahsulotlariga ishonch bildirishardi. Ayniqsa shu Belorussiya desa, yo Rossiya tushonkalari desa, bo'ldi bu sifatli ekan degan tushuncha o'tirib qolgan. Lekin uning ichida nima qo'shilgan, qana tayyorlangan bilmaymiz. Yo'q, uni hech kim tepasida turmaydi. Nima ishlatayotganini bilmaydi, ular ko'rsatmaydi ham. Bu yerda asosiy masala ularni mahsulotni yomon deyishda emas. Asosiy masala shundaki, biz ham O'zbekistonda yuqori sifatli oziq-ovqat mahsulotini ishlab chiqara olamiz. Asosiy masala shunda. Ularni yomonlash emas, biz ham yuqori sifatli chiqara olishimizda, ishonchli mahsulot chiqara olishimizda. Asosiy masala shunda. Mahalliy ishlab chiqaruvchilar juda yuqori sifatli mahsulotlar chiqaryapti. Import mahsulotlariga menimcha ehtiyoji yo'q. Xuddi shunaqa bizda ham shu tushonka mahsulotida mol go'shti bo'ladimi, tovuqdan bo'ladimi, mol tili bo'ladimi yoki boshqa go'shtlardan ham qilsa bo'ladi. Yuqori sifatli mahsulot chiqarishni o'rganganmiz va bilamiz. Menga Azbek akam shu gapi juda ham yoqdiki, bu mahsulotlarni men oilamga tayyorlagandaqa tayyorlayman. Shunaqa. Har bitta shu ishlab chiqarayotgan mahsulotimizni men bemalol vaqti bilan o'sha bolalarim ham so'rab turishadi. Tushonkani bemalol uyga olib bora olaman. Nima mahsulot chiqarsa bemalol uyga olib borib oilam bilan iste'mol qilishimiz mumkin. Sir bo'lmasa bir oyda necha pul daromad olib keladi tushonka biznesi? Endi bu qanaqa hajmda sotishingizga qarab. Biz narx chiqarishga juda bir ehtiyot bilan yondashamiz. Ishlab chiqarish jarayonini ko'rganinglarda nima go'sht ishlatayotganimizni, qanaqa sifatli go'sht ishlatayotganimizni ko'rdinglar. Endi har bitta bankaga tushayotgan go'shtga taqsimlaydigan bo'ladigan bo'lsak, biz mahsulotni ancha qimmat sotishimiz kerak o'zi. Mizerniy summa qo'ygansiz. Ha, juda kichkina ustida ustama foiz qo'yilgan. Oilangizni boqib yursangiz bo'ladi, shunaqa gaplashaylik. Akam juda kamtarlar. Xo'p, aka, yana bitta savolimiz. Buni yaroqliligi, yaroqsizligini qayerdan tekshiriladi? Mahsulotda konserva mahsulotlarining o'zi asosiy bildiradigan narsasi shu qopqog'ida. Mana biz har bir mahsulotimizning qopqog'ida o'rtasida shu rus tilida aytganda knopka degan joy bor. Shu narsa agar yaroqsiz holga kelganda shu o'rtasi, qopqonning o'rtasidagi o'sha knopka qismi ishib qoladi. Orasiga sizlarni ko'rsatish uchun shuni qo'shib qo'yganmiz, mana o'rtasi mana borib keladigan bo'lib qoladi. Ya'ni yaroqsiz holga keldi. Buni ichiga havo kirdi degani. Havo kirgandan keyin mahsulot ko'pga bormaydi, yaroqsiz holga keladi. Lekin krishkasi mana o'sha o'rtasi qattiq bosilib turgan bo'lsa, germetik holatda buzilmagan bo'lsa, bu mahsulot turaveradi. Azbek aka, biz o'rganganmiz tushonkani shunaqangi temir qadoqli idishlarda ko'rishga. Nimaga sizda aynan bankada? Bizi shu 20-yilda
19-20 yilda tushunka ishlab chiqarganimizda asosiy maqsad shunaqa bo'lganki, sotib olayotgan odam ichidagi qadoqlangan mahsulotni nimaligini ko'rsin. O'sha paytda respublikada birinchi bo'lib shisha bankada tushunka ishlab chiqaruvchi bizamiz. Azizbek aka, nima uchun mahalliy go'sht ishlatasiz? Bilamiz, arzon go'shtlar bor, chetdan olib ketilgan, muzlatilgan go'sht. U sizni tushunkangiz uchun yana ham sizga foyda olib kelishiga xizmat qiladi, bilishimcha. Ha, to'g'ri. Biz faqat mahalliy go'sht ishlatamiz. Buni asosiy sababi shundaki, biz o'zimizga, oilamizga ravo ko'rayotgan go'shtni har kungi ro'zg'orda nima ishlatadigan bo'lsak, shu narsani mahsulotga ham ishlatishni yo'lga qo'yganmiz. To'g'ri, chet eldan kiradigan go'shtlar ancha arzon bo'lishi mumkin. Har bir ishlab chiqaruvchi uchun u shu go'shtlardan ishlab chiqarilgan mahsulotdan ko'proq foyda topish, tijorat yo'lida foydalanish ancha qulay bo'lishi mumkin. Lekin bizda bu go'shtni halolligi, bizning go'shtimiz baribir qammatdan olgan, uni mazasi, ta'miga ham ta'sir qiladi. Ta'miga ham ta'sir qiladi. Shu uchun yuqori sifatli o'zimizning mahalliy go'sht ishlatamiz. Siz bilan hamkorlik qilmoqchi bo'lgan insonlarga qanaqa taklifingiz bor? Viloyat dilerlari agar qiziqib chiqishadigan bo'lsa, ularga hozirgi kunda masalan har bir mahsulotga o'rnatilgan narxlarimiz bor. Ulardan kerakli darajada ularga qiziq bo'ladigan qilib chegirmalar qilib berishimiz mumkin. Agar siz diler bo'lsangiz, qaysidir viloyatda Darvostoka mahsulotlarini sotmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Tushunka olayotganda, boya aytganimizdek, ishlab chiqarish jarayoni, ichiga nima qo'shilganligi, nima iste'mol qilayotganligingizni bilib turishingiz bu eng muhim jihat hisoblanadi. Darvostoka sizga shunaqangi shaffof, ochiq, oydin hamma narsani ko'rsatib berdi. Kichik biznes uyushmasi. Birgalikda rivojlanamiz.